ketgandan keyin hali yana birga ishlaymiz degan niyatlarda qilingan, yaxshi niyatda qaralgan bu qizga. Hali qonun bor, qonun doirasida ish ketyapti hozir. Hamma yozib yotibdi, negativlarni yozib. Telefonda nomer bor. Bemalol telefon qilsin, murojaat qilsin. Rostdan shunaqa bo'lganmidi? O'sha yerda tepasida bo'lganmi deydi. Nima bo'lgan o'zi? Tarqatmasiladi. Kimga xohlagan odamga bersa, hamma o'zicha negativ bitta odamning nomini yomonlash 5 minut, 1 daqiqada hozir chiqishimizdan maqsadimiz majbur bo'lib chiqdik. Ayrim bir odamlar blogerlarga men aytmoqchimanki, bu Ozodapani olingan klipida bo'lgan voqea baxtsiz voqea deymiz bu narsani. Baxtsiz voqeada nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmasdan turib, hamma xohlagan gapini gapirib qo'yib yotibdi-da u yerda. Birinchi yordam ko'rsatilmagan deyapti. Vaholanki birinchi yordam ko'rsatilgan. Telefonda har bitta narsa qilingan narsa bo'yicha bankaga birinchi kundan borganimizdan hozirgi kungacha bo'lgan narsalar, qilingan narsalar hammasi yozilgan. Onasi bilan gaplashilgan gaplari hamma narsa yozilgan bu yerda. Lekin hozir sizlar bilmasdan turib, nima haqqinglar bor yolg'on ma'lumot tarqatyapsizlar-da. Kimga xohlagan odamga bersa, hamma o'zicha negativ bitta odamning nomini yomonlash 5 minut, 1 daqiqada yomonlab qo'yishimiz mumkin, hammani yomon qilishimiz mumkin. Lekin bunaqa kunlarda hozir bir-birimizni dilimizni ortib, gunohga botmaylikda. Bu narsani mana nima kim qanaqa savoli bo'lsa bemalol telefonda nomer bor. Bemalol telefon qilsin, murojaat qilsin. Rostdan shunaqa bo'lganmidi? O'sha yerda tepasida bo'lganmi deydi. Nima bo'lgan o'zi? Nima ketyapti bu yerda deb. Bu yerda maqsad va boshqa narsa o'zi. Bu yerda boshida bizga kerak bo'lsa yangi uy oldirmoqchi bo'lishgan. Kerak bo'lsa boshqa narsa qildirmoqchi bo'lishgan. Bu yerda men birovni hozir ayblamoqchi emasman, lekin bu narsani tegiga yetish uchun telefon bor. Biz hozir qonuniy davlatda yashayapmiz hammamiz. Bu narsa bo'yicha tergov ketyapti. Birinchi kundan beri boshlangan tergov jarayoni boshlangan. Hozirgacha ketyapti. Ertaga sud bor. Buni biz hal qilmaymiz sizlar bilan. Buni sud hal qiladi bu narsani. Sud hal qiladi. Mana bu yerda Ozodapa u klipda misol uchun bo'lmaganlar. Ular faqat zakaz hisobida zakaz berilgan bularga klip olib beriladi. O'sha klip jarayonida bo'lgan voqea bu. Biza hozir haqqimiz yo'q kimgadir tuhmat qilib qo'yishga, bilib bilmasdan xohlagan narsani qo'yib yotimiz. Azgina insof qilinglar-da, telefon bo'lsa, mana telefonimizga qilib, bemalol nima savolinglar bo'lsa javob berishga biz tayyormiz. Shaxsan men bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Shaxsan men bu klipda operator sifatida men taklif qilinganman, rejissyor deb yozibdilar. Keyin men o'sha tagidagi polniy описанияларni o'qib chiqdim. U yerda qaralmagan, boshqa narsa qilinmagan degan gaplar bor. Bular hammasi yolg'on. Men internet saytlariga aytmoqchiman. Bular bo'lmas narsalarni PR uchun chiqarmaydi. Sizlar bir oxiri tagiga yetinglar u narsani. Bir bizaga ham kelinglar, buni ko'ringlar bizada nima qanaqa yordamlar qilingan. Bu Ozodapam tomonidan o'sha rulda bo'lgan o'sha qiz tomonidan bo'lgan narsalar. Sizlar voqeaning ichida bo'lmagansizlar. Sizlar bilmaysizlar bu narsalarni. Bular emas voqealarni chiqarib tashlamaydi. Qonun bor, qonun doirasida ish ketyapti hozir. Hamma yozib yotibdi, negativlarni yozib. Ozoda Nursaidova u joyda umuman ishtirok etmagan. U joyda u opani nima deydi? U nomini bulg'ash bu yaxshi emas bu ro'za oyida. Sizlar bir o'ylab ishni aql bilan ish qilinglar. Men saytlarga aytmoqchiman. Bular bo'lmas narsani qo'yavermanglar, sizlar surishtiringlar bir tagini. Nima sabab nima, qanaqa bo'lgan voqea yoki tergov bor, tergovdan borib so'ranglar. Yordam qilinmagan deb yozibdi. Uni uy, men xabar, men shuni bilaman. Men nima deydi? O'sha jarayonda bo'lganman. Mana o'sha Jasurni o'sha aktrisalar bo'yicha shug'ullanadigan ukamiz, o'sha qizimizni chaqirgan mana yigitimiz, lekin u yerda baxtsiz voqea bo'lgan. U yerda ataylab hech kim bir narsa nima qilmagan u yerda. O'sha qiz, rulda o'tirgan qiz bilmasdan o'sha voqea bo'lgan u narsa. U hech kim bu narsa, shu narsa bo'lsin deb qilmaydi bu narsani. Kelib surishtiringlar, u qizga mana oyoqqa turibdi yaqingacha, chunki unga yaqingacha qaralgan, kvartirasi hamma bitta bu yerdagilar emas, hamma jamoadagi hamma kelib qaragan unga. Kvartirasigacha, yeb icharagacha, uy sharoitlarigacha shu ishlashga noloyiq qiz deb hozir yotish kerak deb oyma-oy $500 dan berilgan. Hammasining hujjati bor, videolari bor, dokumentlari bor. Lekin bu narsa qilinyapti-da, kimlardir aql o'rgatishi sababli aytilyaptiki, endi oxirida kelib uy talab qilinyapti, mashina talab qilinyapti. Bu narsa endi insoflanda, bu narsa nima deydi? Bu chista abdushi bu Alloh roziligi uchun qilingan narsa. Bu yerda u aybdorligi uchun emas, bu yerda hech kimning aybi yo'q bu yerda. Bu ataylab qilingan ish emas. Qizga oyoqqa turishigacha qaralgan. Oyoqqa turib yana 3 oy pasivniy rejim degan. Sekin o'ziga kelib oyoqqa turish boshlaganda, unga turma deilganda syomkaga, men eshitishimizga qaraganda, syomkaga chiqdi. Tog'gami, qayergadir chiqdi. Men endi men bilmayman, avvalambor rostmi yolg'onmi eshitishimga qaraganda o'sha syomkaga olib chiqishganda, o'sha joyda yana yiqilgan ekan u qiz. Yiqilgandan keyin yana operatsiya qilishimiz kerak, nima qilishimiz kerak deb shunaqa talablarni qo'yapti-da. Lekin insonga insof kerak-ku, insof kerak. Bunaqa yolg'on ma'lumotlarni tarqatib negativlarni qilib tashlamaylar insonlar. Savolinglar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar yoki mana tergovga murojaat qilinglar. Xohlasanglar, agar bizga ishonmasanglar, tergov jarayoni ketyapti bu narsa. Qonuniy hamma narsa. Hech kim birovga qarindosh urug'lik joyi yo'q, bir-birini oladigan, yonini oladigan joyi yo'q.
Bu narsa hamma narsa qonuniy bo'ladi. Ertaga sud bo'lgandan keyin sud o'zi biladi kimni aybdor qilish kerak, kimni aybdor qilish kerak emas, kim oqlanadi, kim oqlanmaydi. Yo, o'sha men internet saytdagilarga aytmoqchiman. Sizlar nimaga kelmayapsizlar? Kelinglar, ko'ringlar, hammasini ko'rasizlar. Videolarigacha, zapslarigacha hammasi bor. Uy talab qilgan hammasi bor, hammasi bor. Lekin unga hamma addushi qaradi, bu qiz oyoqqa tursin. Bu qizni biz nima qilamiz, nima deydi? Erta tuzalib ketgandan keyin hali yana birga ishlaymiz degan niyatlarda qilingan. Yaxshi niyatda qaralgan bu qizga. Lekin endi insof bilan-da oxiriga kelib mashina uy deyish endi birovning nomini yolg'on ma'lumotlar chiqarib, bu yerda meni nomimni bulg'ab, men u yerda men operatorman. Meni operator qilib chaqirishgan. Menga nima olish kerak bo'lsa, motor deganman bo'ldi. Bu syomka bu. Men ishim mana shu, motor deganman, syomka qilish kerak bo'lgan, kadrni olish. Meni vazifam shu. Meni vazifam uni boshqasiga qarash emas.